qiziqarli yumurlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Sho'xgul salonimizni qo'shavering. Hay. Oh. Hay. Oh. Hay, men sizga gaqilyapman. Vo dedim-ku. Bo'ynimdan qo'shaqmondek qisib o'tirsiz. Oh, Sen chiroylisan. chiroyli jinimsiz. Ay, rost gap qiling, men chiroyliman. Qachon bir sizga rost gap qilib, menimda bir tayoq yemagan vaqtim bor? Dumbam qichmaydi uning. Yana chaqchaq qilyapsiz-ku. Hay, ham shunda so'rayasiz. Do'stim Aygul chiroyliqmi? Men chiroyliqmi? Voy, nimda odamni qo'rqitsiz? Voy, nima bo'ldi? Manda xatarlik savollarni so'minga jinim mendan. Yurkam ojiz tusamning. Voy, nima gunda deysiz? Voy, endi shu savolimizga rost javob berish uchun. Ha. Ay, iri va do'stingizni deb sizni olib qab o'tiramdim men. Ha? Hey canım, bizali maktabda o'qiyotgan vaqtlar siz meni qanday bo'lib yaxshi ko'rib qolgandingiz? Buningga shu Akbar bilan ikkimiz o'xshash bir qizlarni tanlab yaxshi ko'rib qolganligimiz sababli qo'ydim. Asli Akbar meni yaxshi ko'rdi ekan-da. Voy, unda emas, to'g'ri aytyapsiz ya. Rost shu. Ayni vaqtda Akbarning u qizlarni yaxshi ko'rganligini bilmaydim-ku men. Shuningga hamdalik men o'zim yaxshi ko'rgan qizlarga yozgan barliq muhabbatlik salom xatlarimni shu Akbar orqali avatibdi ekanman. Hey, bechora Akbar. O'zi sevgan qizga do'st bilan muhabbat xatini akab berishdan ortiq azob bo'lmasa kerak. Lekin Akbar degan nojar sotqin, men avatgan salom xatlarni men yaxshi ko'rgan qizlarga bermay sizga berib qo'yapti emasman.